Men uylanganim 5 uylanganimga yil bo'ldi. Farzandim bor. Lekin men hech kimga aytolmaydigan sirga egaman. Mening qizim, mening erimning qizi emas. Balki uning otasining qizi. Va bu sir mening hayotimni butunlay o'zgartirdi. Musit Intensifes, salom, uylanganimga, Musit Intensifes, salom, azizlarim. Bugun men sizlar bilan juda og'ir, lekin haqiqiy hayotdan olingan hikoyani baham ko'rmoqchiman. Bilasizmi, hayotda ba'zan shunday vaziyatlar yuz beradiki, ularni hech qachon kutmaganmiz. Ba'zan oilalarda yuzaga keladigan muammolar shunchalik murakkabki, ularni tashqaridan qarash oson emas, bemas. Bugun men sizlarga Malika ismli ayolning hikoyasini aytib beraman. Malika oddiy emas. Oddiy o'zbek oilasida tarbiyalangan, yaxshi ta'lim olgan, mehnatsevar va sabr-toqatli ayol. U har bir qizning orzu qiladigan hayotni yaratmoqchi edi. Sevgi, oila, bolalar, baxt, oddiy baxt. Lekin hayot unga boshqacha yo'l tanlab berdi. Baxt berdi. Malika 25 yoshida uylanganida, u sevgiga ishonardi. U Akmal bilan 2 yil uchrashganidan keyin nikohlandilar. Akmalning oilasi his-tuyg'ular berdi. His-tuyg'ulari kam, qat'iy, lekin boy oila edi. Ayniqsa Akmalning otasi, Rust, his-tuyg'ulari, Rustamam aka, Rustam, juda qat'iy va holanki, u juda sabr-toqatli odam sifatida tanilardi. U vaholanki, u tanilardi. Uylanganidan keyin Malika bu oilaga ko'nikishga harakat qildi. Lekin birinchi yildan boshlab muammolar paydo bo'ldi. Akmal ishdan kam uyga qaytar edi. U odatda do'stlari bilan vaqt o'tkazishni afzal ko'rardi. Malika yolg'iz qolar, qaynotasi Rustam aka bilan ko'p gaplashardi. Rustam aka yoshiga qaramay 52 yoshida, juda kuchli va diqqatli odam edi, u tanilardi. Malikaga yordam berardi, uy ishlarida, bozorga borishda, hatto Akmal bilan kelishmovchiliklarda ham edi. Malika, qizim, sen yaxshi kelinsan. Mening o'g'lim, u hali yetilmagan, deb aytardi Rustam aka, deb aka. Vaqt o'tishi bilan Malika sezdi. Rustam aka uni tushunadi. Rustam uni tushunadi. U uni eshitadi. U uni qadrlay boshladi, uni tushunadi, boshladi. Akmal bilan munosabatlar esa yomonlashib borardi. U uyda bo'lmaydi, telefonda boshqa qizlar bilan yozishar, pul boshladi. Yozishadi va sarflay boshladi. Malika yiglardi, lekin hech kimga ayta olmasdi, yozishadi va olmasdi. Xunda Rustam aka gapirdi, Malika solmasdi. Aka gapirdi, Malika eng yaxshi ayolsan. Sen baxtsizlikka loyiq emassan. Aka gapirdi, Malika emassan. Va bir kecha hammasi o'zgardi, memassan. O'zgardi. Malika bu haqida gapirishni istamasdi. Lekin voqea sodir bo'ldi, bo'ldi. Kechada Akmal bilan janjal bo'ldi. Akmal uni tark etib ketdi. Malika yiglab uyda yolg'iz qoldi. Rustam bo'ldi. Rustam aka esa Rustam, u o'sha kechada unga yaqinlashdi. Yaqinlashdi. Malika, sen yolg'iz emassan. Men shu yerdaman, yaqinlashdi. Deb qo'lidan ushlab ko'zlariga qaradi. Deb qaradi. O'sha zaiflik paytida ular xato qildilar. U bir martalik xato edi. Ikkalasi ham keyinchalik aybdor his qildilar. Rustam aka Malikadan kechirim so'radi. Bu Rustam kechirim so'radi, bu aytamas. Men o'zimni nazorat qilmaganman. Kechirasiz, qizim. Kechirim so'radi. Bu qizim, 6 hafta o'tgach. Malika homilador ekanligini bilib oldi. U qizim, oldi. Ning dunyosi agdarilibdi, o'ldi. Agdarilibdi. Kim bilan homilador? Akmal bilan. Yoki Rustam aka bilan, malakdarilibdi. Bilan. Hisoblashga harakat qildi. Akmal bilan oxirgi marta 2 oy oldin yaqinlashishgan edi. Demak, yo Xudoyim, bu Rustam akaning farzandi. Endi bilan. Farzandi. Endi o'ylab ko'ring, agar siz Malikaning o'rnida bo'lsangiz, nima qilgan bo'lardingiz? Haqiqatni farzandi. Endi bo'lardingiz. Haqiqatni aytasizmi? Sirni saqlab qolasizmi? Oilani saqlab qolish uchun yolg'on aytasizmi? Bo'lardingiz. Haqiqatni aytasizmi? Malika qiyin tanlov oldida edi. Va u qaror qabul qildi. Malika haqiqatni hech kimga aytmadi. Aytasizmi? Aytmadi. U farzandini tugdi. Chiroyli qiz bola, Aylin, Akmal juda xursand edi. Rustam aka esa u Malika ko'zlariga qaray olmadi. Lekin vaqt o'tishi bilan Aylin o'sdi. Va Malika bir narsa sezdi. Aylinning ko'zlari, yuzi, tabassum qilishi.
Akmalga emas, balki Rustam akaga o'xshardi. Akmal sezmas edi. Lekin Rustam o'xshardi. Akmal Rustam aka sezardi, u Rustam sezardi. Malikaga bir kun devorga suyanib pichirlab dedi. Malika. Sezardi. Aylin mening qizim, shundaymi? Malika indamadi. Ko'zlari yoshlandi. Shundaymi? Shundaymi? Hech kimga aytmang, yoshlandi. Deb Malika yolvordi. Iltimos, oilamni buzib tashlamang, tashlamang. Rustam aka boshini egdi, tashlamang. Egdi. Men baxtsizman. Lekin, men bu sirni olib ketaman. Sen xotirjam yasha, egdi. Yasha. Ayasha. Sizlar, bu hikoya juda og'ir. Lekin bu haqiqat. Dunyo haqiqat. Dunyo bo'ylab minglab ayollar shunday vaziyatlarda qoladilar. Ular zo'ravonlik, xiyonat, zaiflik, iqtisodiy qiyinchiliklar, oilaviy bosim. Bu sabablar bilan noto'g'ri qarorlar qabul qiladilar. Psixologlar aytishicha, inson zaif paytda eng katta xatolarga yo'l qo'yadi. Ayollar, ayniqsa, hissiy qo'llab-quvvatlash kerak bo'lganda, boshqa erkak tomonidan tushunilgan his qilishadi. Lekin, bu hech qachon to'g'ri tanlov emas. Malika hozir 32 yoshda. Aylin 5 yoshda. Malika har kuni bu sir bilan yashaydi. U Aylinga qarasa, sevadi. Lekin ichida aybdorlik tuyg'usi doim bor. Men yaxshi onamanmi? Men yaxshi xotinmanmi? Men kimman? Azizlar, bu hikoyadan biz nima o'rganamiz? 1. Munosabatlarni tuzatishga harakat qiling. Agar eringiz yoki xotiningiz sizni e'tiborsiz qoldirsa, gaplashing, uloqot oilaning asosi. 2. Zaiflik paytida noto'g'ri qarorlar qabul qilmang. Hissiy zaiflik vaqtinchalik, lekin qarorlaringiz umrbod. Umrbod. 3. Yolg'on yashash azobdir. Haqiqat og'ir bo'lishi mumkin, lekin yolg'on bilan yashash bundan ham og'irroq. 4. Yordam so'rang. Agar siz qiyin ahvolda bo'lsangiz, psixolog, do'st yoki oilaviy maslahatchi bilan gaplashing. 5. Kechir. Ish va otish. Xatolar hamma qiladi. Lekin ularni to'g'rilash, o'rganish va oldinga borish, bu bizning tanlovimiz. Azizlar, bu hikoya sizga ta'sir qildimi? Agar sizning fikringiz bo'lsa, komment yozib qoldiring. Men har bir fikrni o'qiyman. Agar video foydali bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'ling, yangi hikoyalar uchun. Va esda tuting, hayotda har qanday vaziyatdan chiqish yo'li bor. Faqat to'g'ri qaror qabul qilish kerak. Keyingi videoda ko'rishguncha